Hammamizning o'z yo'limiz bor. 38 milliondan ziyod yo'l. 365 kunning bir kuni ham to'xtamaymiz. Shoshamiz, intilamiz, ko'tarilamiz, kutamiz, ildamlashamiz. Tug'ilibmizki, yaxshi yashash yo'lini izlaymiz. Davlat ham xuddi shunday, tirik vujudga o'xshaydi. U ham yo'l izlaydi. To'g'ri yo'lni. 9 yil avvalgi tanlov bizga isbotladiki, biz yangi hayot, yangi jamiyat, yangi tafakkur muallifi bo'la oladigan xalqmiz. Va bu oson bo'lmagan yo'l edi. Yana bitta yangi yilning ostonasidan xatlab o'tishga chog'lanayapmiz. Tugayotgan yil adog'ida hamma ham o'zi yashab o'tgan eski yilini o'zi bilmagan holda kunma-kun tahlil qila boshlaydi menimcha. Bu yil qanaqa bo'ldi? Nimani topdim va nimani yo'qotdim? Qaysi ishni qoyillatdim? Qanday yutuqqa yetishdim? Mana shunaqa savollar hammaning ham xayolidan o'tayotgan bo'lsa ajab emas. Men ham bugun yangi yil ostonasida hammamizning 2025-yilimiz haqida ozgina mulohaza qilmoqchiman. Va bu mulohazamni 9 yil avvaldan 2016-yilning so'ngidan boshlayman. O'shanda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev buyuk tashabbus bilan yangi O'zbekistonni bunyod etish g'oyasi bilan chiqqan edi. Yangi O'zbekistonni barpo etish o'zi nima degani va bu ish qaysi tamoyil yoki o'lcham bilan amalga oshadi? Buning javobini o'zimizning oddiy hayotimizdan topsak bo'ladi. Ya'ni o'zimizga uy qurmoqchi bo'lsak, uni qanday bo'lishini istaymiz? Avvalo mustahkam, issiq va yorug' bo'lishini albatta. Yangi O'zbekiston uyining andozasi ham shunday. O'zbekiston yetakchisining maqsadi shu. Yangi O'zbekiston xalqimiz uchun mustahkam qo'rg'on bo'lsin. Unda yashayotgan har bir inson tinch, xavfsiz, erkin, qulay va to'q hayot kechirsin. Yangi O'zbekiston istarasi issiq davlat bo'lsin. Ya'ni dunyo uchun jozibali bo'laylik va dunyo ham bizni hurmat qilsin, biz bilan hamkorlikka intilsin. Yangi O'zbekistonda bilim va tafakkur ziyosi xalqimizning hayotini hamisha yoritib tursin. Yosh avlodning ham yo'lini charog'on qilsin. Shu ma'noda men bugun aynan mana shu bino oldida so'zlayotganim bejiz emas. ...2025-yilda yakuniga yetgan ushbu mega loyiha O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazining mahobatida va mazmunida menimcha boyaga 3 tamoyil mujassam, ya'ni mustahkamlik, issiqlik, yorug'lik. Boshqacha aytganda, 2025-yilga kelib O'zbekiston o'z oyog'ida mustahkam turib olgan, o'z qat'iyati va salobati bilan butun dunyoning ishonchini qozonayotgan davlatga aylandi. Inson qadri hammasidan ulug' degan g'oyaning qaynoq tafti O'zbekistondagi har bir oilaning hayotiga, turmushiga, qalbiga kirib bordi va O'zbekistonga dunyoning ko'ngli isiy boshladi. O'zbekiston zaminidagi birinchi va ikkinchi uyg'onishlar zamonidan buyon yig'ilib kelgan bilim, ma'naviyat, madaniyat va islom ma'rifati ziyosi bugun O'zbekistonni ham yoritmoqda, butun dunyoga ham yoyilmoqda. Biz 2016-yilning so'ngidan to bugungacha tinimsiz mehnat va betinim izlanish yo'lini bosib o'tdik. Endi biz ana shu buyuk jabhaning, yangi O'zbekiston qurilishining 10-yiliga qadam qo'ymoqdamiz va bu vatanimizning 3-uyg'onish ostonasidagi ilk oltin 10 yillik bo'lib qolajagiga ishonamiz. Hozirgi tahlikali zamonda birodar topish, birodar hamkorlik qadriga yetishni biz juda yaxshi bilamiz. Yashasing O'zbekiston, yashasing Fonsiya, yashasing Fonsiya O'zbekiston do'stligi. Nima o'zgardi o'zi? Nega dunyo bizni e'tirof eta boshladi? Ishonch qal'alari qulayotgan dunyoda nega ishonchli do'st bo'lib tanila boshladik?
Chunki ortida Shavkat Mirziyoyevning yangi diplomatik uslubi turibdi. Qarshi turish emas, hamkorlik, yopiqlik emas, ochiq muloqot, mavhum shiorlar emas, aniq tashabbuslar. U juda tajribali, juda yaxshi g'oyalari bor. Hamkorligimizning asosiy harakatlantiruvchisi. Ishlar juda yaxshi ketyapti. Men o'zimga haqiqiy do'st topdim. President is doing an amazing job. Prezident juda yaxshi ishlayapti. U mamlakat o'tmishini unutmasdan, uning kelajagini juda yaxshi tasavvur qila oladi. Janob Prezident, O'zbekiston rivojlanishning yangi yo'liga chiqdi. Qardosh qo'shni sifatida Xitoy bu yutuqlaringizdan chin dildan mamnun. ...365 kun ichida 30 ga yaqin xorijiy tashrif shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston mintaqada ishonchli sherik, global maydonda esa mas'uliyatli davlat sifatida tan olinmoqda. Bu dostluqdur, bu qardaşlıqdır, bu sözdə yox, əməldə. Yangi O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro hamjihatlik, ochiq muloqot va yaqin sheriklik tarafdoridir. Katta rahmat. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish men uchun katta sharaf. 105 milliard yomon emas. Bu raqam bugungi uchrashuvimizga munosib, to'g'rimi? Biz barqaror rivojlanish maqsadlariga xomahang holda demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini olib bormoqdamiz. Excellency, dear Mr. President, today is a very special day. Bugun chindan ham e'tiborga molik kun. Biz sizning ijobiy energiyangiz va hamkorligimiz istiqboliga bo'lgan ishonchingizni ayniqsa his qilyapmiz. Tarixiy tashrif bo'layapti. Yo'limiz olis, irodamiz mustahkam, niyatimiz pok. Biz yo'l haqida gapirdik. Bu yil dunyoning mashhur siyosat va fikr yetakchilarining yo'llari O'zbekistonda tutashdi. İlk marta dunyo parlamentariylari bizda anjuman qildi. İlk marta UNESCO bosh yig'ini Samarqandda o'tdi. Men Samarqand sizlar bilan birga bo'lishdan xursandman. Muazzam Samarqandga xush kelibsizlar. İlk marta Yevropa Ittifoqi liderlari Markaziy Osiyo bilan bizning uyda muzokara o'tkazdi. Va yana ilk marta tarifiga mos keluvchi oliy darajadagi tashriflarning sanog'iga yetib bo'lmaydi. O'zbekiston zaminiga xush kelibsiz, qadrli do'stlar. Uzbekistan is a perfect example. O'zbekiston yuksak ambitsiya, kelajakka oid aniq va ravshan qarash, puxta ishlab chiqilgan strategiya, professional va fidoyi jamoa. Eng asosiysi, kuchli va ma'rifatli rahbarlik mavjud bo'lganda qanday natijalarga erishish mumkinligining yaqqol namunasidir. I like Uzbekistan. Men O'zbekistonni juda qadrlayman. O'zbekiston go'zal mamlakat, ajoyib insonlarga ega yurt va juda donolik bilan ish olib borayotgan prezidentga ega davlatdir. Janobi oliylari, ko'rsatgan mehmondo'stligingiz uchun minnatdorlik bildiraman.
Men buni hamkasblarim va Serbiyadagi jamoatchilik ham eshitishini xohlayman. Men O'zbekistonning natijalaridan hayratdaman. I'm very honored to be the first Latin American president to come to Uzbekistan. O'zbekistonga tashrif buyurgan ilk Latin Amerikasi prezidenti bo'lish men uchun katta sharaf. Prezident bilan bo'lgan suhbatlarimiz davomida uning kuchli yetakchiligini his qildim. U juda dono rahbar va Markaziy Osiyoda muhim rol o'ynamoqda. Siz va O'zbekistondan taralayotgan energiya dunyoning barcha mamlakatlariga taralib tursin. وتكون الطاقة اللي تشع من أوزبكستان للمحيط وللعالم. Aslida tashqi siyosat yo'li ichki siyosatdan boshlanadi. 9 yillik yo'lning boshida O'zbekiston rahbari ta'lim, madaniyat, fan, tarixga bo'lgan munosabatni o'zgartirish yo'lidan bordi va bu mashaqqatli yo'lning ilk marralarini dunyo ham ko'rdi. Shu sabab 40 yildan buyon Parijdagi qarorgohida o'z anjumanlarini o'tkazib kelayotgan BMTning nufuzli UNESCO tashkiloti yangi lokatsiya etib Samarqandni tanladi. Thanking the government of Uzbekistan for its generous invitation to host the 43rd session of the General Conference in Samarkand, Uzbekistan. It is so decided. O'zbekistondan taralgan ma'rifat ziyosidan 7 iqlimdan kelgan 5000 fikr ahli bahra oldi, muhokamada bo'ldi, dunyoni yanada yaxshiroq qilish uchun. Bunday nufuzli forumning mamlakatimizda o'tkazilayotgani tashkilotga a'zo davlatlarning yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli jadal islohotlarga bo'lgan yuksak ishonchining yorqin ifodasi deb qabul qilamiz. C'est un moment historique pour l'UNESCO. Ham UNESCO, ham O'zbekiston uchun bu tarixiy voqea. 40 yil deganda bu tadbirni birinchi marta Parij tashqarisida o'tkazyapmiz. Dunyo muloqot qilyapti bu yerda. Bunga nima imkon berdi? Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'z ishiga bo'lgan sadoqati. Thank you. Rahmat. Bundan 8 yil muqaddam biz ushbu yuksak minbardan turib Markaziy Osiyoni tinchlik, yaxshi qo'shnichilik, sheriklik makoniga aylantirishga qat'iy qaror qilganimizni e'lon qilgan edik. Bugun chuqur mamnuniyat bilan ta'kidlash mumkinki, biz bu strategik maqsadga erishdik. Yopiq chegaralar, hal etilmagan bahs va nizolar davri tarixda qoldi. Davlat, 5 yetakchi qo'lni qo'lga bergan holda bir butun mintaqa sifatida maydonga chiqish. Bu Markaziy Osiyo tarixida ilk bor shakllangan yangi siyosiy madaniyat va bunda O'zbekiston tashabbuskor va birlashtiruvchi kuch sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda yangi Markaziy Osiyoni shakllantirish jarayoni boshlandi. Mintaqamiz o'zining hamjihatligi, barqarorligi, o'ziga xosligi bilan xalqaro munosabatlar tizimida alohida subyekt sifatida tobora mustahkam o'rin egallamoqda. 2025-yil dunyoda chegaralar ustida tortishuvlar qurolga aylanayotgan bir paytda Markaziy Osiyo chegara muammosini kelishuv bilan bartaraf etish mumkinligini isbotlagan kam sonli mintaqalardan biriga aylandi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida chegara masalasining uzil-kesil hal etilishi tarixiy diplomatik qadam bo'ldi. yil Ozarbayjon Markaziy Osiyo maslahat uyiga qo'shilib, bu maydonni ochiq, ishonchli va kengaya oladigan yangi siyosiy iqtisodiy quvvat ekanini tan oldi. Mintaqamiz Kavkaz bilan yangi strategik ko'prik qura boshladi.
Будучи дальновидным политиком, Шавкат Мирамонович отчетливо видит необходимость более тесного взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном. Еще раз, уважаемый Шавкат Мирамонович, большое вам спасибо за все. 2025-yilda xalqaro siyosat lug'atida yangi ibora mustahkam joy oldi. Markaziy Osiyo plus. Leaders from 5 Central Asian nations preparing for a White House meeting. President Donald Markaziy Osiyoning 5 yetakchisi tarixda birinchi marta birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washingtonda Oq uyga taklif etildi. Bu e'tirof. Dunyo Markaziy Osiyoga nega bunchalik katta qiziqish bildiryapti? Chunki bu mintaqa endilikda muammo manbai emas, yechim taklif qiluvchi makonga aylanyapti. Chunki bunda qarama-qarshilik emas, o'zaro tinglash va qabul qilish bor. Chunki geosiyosiy keskinliklar zamonida Markaziy Osiyo muvozanat va sobitlik ko'rsatmoqda. Bugun biz 38 milyondan ziyod katta xalqimiz. Mashaqqatli va sharafli mehnatimiz bilan dunyoda hurmat topayotgan, ertangi kunga ishonch bilan dadil borayotgan matonatli va g'ururi baland millat biz. Assalomu alaykum. Qo'llaringiz Yo'q, siz shunday azmi bering. Sog'lik, salomatlik, o'rni. Bittasi olaman, mashinaga kelamiz. Sog' bo'ling. 38 milliondan ziyod xalq, uning tinchligi, xavfsizligi, sog'ligi, ta'limi, daromadi, buguni va kelajagi uchun xizmat qilayotganda islohotlar kechuvi doim ham oson emas, doim ham silliq emas. Prezident davlat siyosatini insonga qaratganida aynan shu mas'uliyatni zimmasiga olishdan cho'chimadi. Natijada O'zbekistonda islohotlar savoli ham boshqacha qo'yildi. Odatdagi qancha hujjatlar qabul qilindi emas, qancha inson hayotida o'zgarish bo'ldi. Biz xursandmiz. Hamma rozi. Ishlaringiz rivojini bersin. Siz uchun biz har doim duodamiz. Ilohim, yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtimizga osoyishtaligimizni. Har kuni ertaga siz duo qilamiz. Shu duolar bilan yuring. Inson qadri qayerdan boshlanadi? Bog'chadan. Bola birinchi bor jamoani his qiladi. Maktabdan. Zamon bolasi endi tinglovchi emas, fikrlovchi bo'lishi lozim. Oliy ta'limdan. Bunda yosh orzuni kasbga, umidni maqsadga aylantiradi. Yangi ish joylari inson o'z mehnati bilan qadr topadi. Agar bunga davlat yelka tutsa albatta. Mana nima uchun O'zbekiston yetakchisi ana shu mavzularga qaytaveradi. Ustuvor maqsadimiz mamlakatimizda yashayotgan har bir oilaning, har bir fuqaroning hayotini tubdan o'zgartirish, inson qadrini va farovonligini oshirishdir. Ammo bu yo'lda hali ko'p qadamlar kerak va hamma soha birga garmoniyada rivojlanishi lozim. Prezident shuning uchun ham tinmayapti, boshqalarni ham tindirmayapti. Nima uchun men o'zim pastga tushib, sizlarni ham qiynayman, o'zimni ham qiynayman? Nima uchun? Agar biz shu tizimda ishlamaganimizda bugungi natija bo'lmasdi va buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Qanday biz g'alaba qildik, qanday biz natijaga erishdik? G'alabamiz qanday? Odamlar rozi bo'layapti. Inson qadri degan tamoyilga odamlar ishonayapti. Muammoni yashirish uni yo'q qilmaydi. Tan olish esa aksincha yechimini topib beradi. O'zbekiston shu yo'ldan boryapti. Kambag'allik muammosi ilk bor ochiq va dadil tan olindi. O'zbekiston kambag'allik darajasini 23% dan 5.8% ga qisqartirishga erishdi. These achievements
Bu yutuqlar uzoqni ko'ra biluvchi janob prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligi ostida, ayniqsa chekka hududlarda amalga oshirilgan strategik islohotlar kuchini yaqqol namoyon etadi. Bugun kambag'allikning kamayishi bu ozgina qo'llov ortidan o'z mehnati bilan oyoqqa turgan, o'z taqdirini o'zi o'zgartirgan minglab insonlar hikoyasidir. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatdiki, uyma-uy, eshikni qoqib, ko'ngilga yo'l topib, holini so'rab, taklif va yechim berish odamlarning yuragiga olov soldi. Oddiysiga ko'nmaslik, bizga bo'laveradi demaslik, o'ziga, farzandlariga eng yaxshisini loyiq ko'rish maqsadi paydo bo'ldi. Marhamatliklarning mehnatkashligi, mo'ynoqliklarning matonati, Denovning jo'shqinligi, Urgutning ishbilarmonligi, Buvaydaning bilimga ishtiyoqi, Uychining ishchanligi, umuman butun mamlakatning har bir tuman va shahri, har bir mahallasi, har bitta oilasi bizni kuchli va bir butun O'zbekiston qildi. So'nggi 9 yil ichida poytaxtimiz juda go'zallashib ketdi va tepadan kuzatadigan bo'lsak, Toshkent xuddi tun-u kun muntazam harakatdagi tirik organizmga o'xshab ketadi. Butun mamlakat ham xuddi shunday. Keyingi 9 yil ichida O'zbekiston juda jonlangan, jadallashgan, mehnatdan va izlanishdan bir lahza ham to'xtamaydigan, tinimsiz harakatdagi ildam va dadil mamlakatga aylandi. Bu dadillik, ildamlik, tinimsizlik va intiluvchanlik butun xalqimizga uning yetakchisidan yuqdi aslida. Davlat boshlig'i o'zini ham, o'z komandasini ham qiynab, butun mamlakatni tinimsiz mehnat va betinim izlanish yo'liga solmaganida edi. 2016-yilning so'ngida boshlangan katta ishlarning natijasi va yangi g'alabalar 2025-yilga kelib atiga 9 yil deganda shunchalik namoyon bo'lmas edi. Yo'ling to'g'ri bo'lsa, tog'ning haybati ham hech gap emas. Dovonlardan oshasan. Go'yoki hech qachon qo'l yetmas bo'lib tuyulgan g'alabalarga erishasan. Faqat oldinga, faqat va faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz. O'zbekning bolasiga g'alaba begona emas, qonida bor. Genetikaning uyg'onishi esa strategiya natijasi bo'ldi. Faxrlanaman bolam. Hammamizga g'urur bag'ishlaydi. Oh my god, I got it. Garvardlab o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Presidential School in Tashkent. Mahallalardan shohsupalargacha yo'l qurildi. Zafarlar yo'li. Haqiqiy lider qaror qabul qilishda, xalqning kuchi esa uni g'alabaga aylantirishda ko'rinadi. Maydonni kezgan to'p ortida butun mamlakat duosi, orzusi, armonlari bor edi. Bu chin ma'noda Markaziy Osiyo g'alabasiga aylandi. Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирамонович Мирзиёев, хотел бы от всей души поздравить вас с историческим достижением в области спорта, выходом национальной сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026. Мы искренне радуемся за узбекских друзей и братьев и, конечно же, будем болеть за вас. Futbol dunyoni birlashtiradi. O'zbekiston ham. G'alabalar tasodif yo faqat bir kelib ketuvchi omad emas. Bu peshona teri, uyqusiz tunlar, betinim mehnat, mashq va mashaqqat yo'li. Yo'lning boshida ishonch bor edi. Bugun esa natija. Bu yurak dardi, orzular, umidi
juda katta, juda qiyinchilikda, azobda qilgan harakatlarimizni nurli kunlari desak bu to'g'ri bo'ladi. Nurli kunlari. Iloyim mana shunday islohotlarimizga ko'z tegmasin. Sog' omon bo'ling.